Aziz do'stlar, hozir metandan kelyapman. Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on rayonida vobshe muammo yotibdi metan. Endi prezidentimiz olib borayotgan siyosatiga qarshi chiqolmaymiz. Prezidentimizga rahmat, o'zgarish juda zo'r. Lekin xalq qiynalib ketdi vobshe. Har bitta kolonkadan 3 ta moshinga metan beryapti-da. Sal buni tartibga olish kerak, buni mutasaddi rahbarlar. Buni raygaz qilyaptimi yo hokimiyat tomonidanmi bilmayman. Ahvolni bir ko'ringlar-da, vobshe chir-chirda endi borku. Boshqa viloyatlarda qanday bilmayman, Surxondaryoda juda vaziyat og'ir. Xalqqa beryapmiz aholiga deydi, lekin aholini mana shu erkaklar oilasini boqyapti-ku, mana shu. Erkaklar tursin pul topyapti. Texnika bo'lmasa hozir pul topib bo'lmaydi. Shuni sal tartibga olish kerak, hurmatli mutasaddi rahbarlar. Endi bu gapimizni prezident eshitmaydi, hokimga ham bormasa kerak. Chunki ular Instagram, YouTube'larga kirib o'tirishga vaqti yo'q. Bilmadim, tartibga olish kerak. Chir bor-ku. To'g'ri, bu vaqtinchalik. Lekin vaqtinchalik bo'lganda ham bu darajada bo'lmasi kerak-da. Juda xalq qiynalib ketdi bor-ku.